chala qolgan mehmonxona sotiladi akalar. Realniy remontlar boshlab qo'yilgan, o'zi chala qolib ketgan. Lekin lokatsiya vashi udar. U mana metroni joyiga tushdimi? Sergeli Yangi Hayot metro bekati. Eng горячий zona, joyimizdan ko'rasizlar, apteka bu yoq tarafda Fidab dislami, hamma narsa bor. Xullas akalar, mana shu liniya bo'lyapti. Mana shu dorixonaning yonidagi 700 kvadratli 2 etaj minus 1-etaj qo'shib solganda 3 o'rinli tayyor mehmonxona holatiga keltirib qo'yilgan. Lokatsiyani ko'rasizlar. Metroning oldi, Sergeli Yangi Hayot. Ichkari tarafdan ko'rsatadigan bo'lsam, birinchi etajlarimizda polностью elektrika, santexnika, topli pollar qilib qo'yilgan. Umumiy hisobda 19 ta xonaga расход qilingan. Ko'rasizlar, har bitta xonaning o'ziga alohida sanuzlarga ham joy tashab ketilgan. Ikkinchi etajimiz ham xuddi shunaqangi koridor qilib mehmonxonaga moslangan bo'ladi. Va bundan tashqari minus 1-etajimizda yaxlit holatda, uni boshqacha maqsadda foydalanish mumkin. Sport zalmi, kompyuterning zonami. Xullas, ko'rib turganlaringdek, ancha-muncha mehr berilgan joy. Xohlasanglar mehmonxonani davom ettirasizlar, xohlasanglar boshqa biznesga moslaysizmi, uchebniy sentr qilasizmi? Qarang, oldida qancha uchebniy sentr, qancha kafe bor. Endi aholi gavjum bo'lgandan keyin любой biznesga turadi. Narxi keladigan bo'lsak, 1 kvadratga $1000 dan umumiy mana shu bino $700,000. Pastdagilar nomerini qoldiramiz.